Assalomu alaykum hammaga qizlar. Bilasizlar menga nima keldi? Germaniya brendi Sien kosmetikalari. Uxodi har xil kosmetikalar zakaz qilganman. Ketdik birgalikda распаковка qilamiz. Всё, yig'ib oldik sochni. Hammasini hozir birga ko'ramiz, nimalar olganimizni. Qaranglar, voy. Soch uchun maska, mitsillarka, qo'l uchun aloe krem, tush, yuz uchun skrab. Shu kattagina ekan. Yuzni yaxshilab tozalab artib olamiz. Skrabchi. Skrab rosa yaxshi ko'raman, chunki bir qavat terini ozgina bo'lsa ham tushirib yordamlashib yuboradi. Makiyajni yaxshilab chuqur tozalaydi. Va bitta ikkita o'g'richalarga ham yordam beradi. Hozir yuvib kelaman. Bu esa aloe. Aloe'ni ham har xillari chiqib ketgan, bilasizlar, искусственныйлari ko'p. Bu tabiiy. Xullas har qanaqa yuzni namlantiradi. Ozgina vaqt kutamiz endi. Bu ko'zdagi ajinlar uchun. Sien Gold kunduzgi va kechki kremlari. O'rtoqlar, bu eng zo'r kremlari. 24 karatli oltin bilan boyitilgan. Va shu super krem yoshartiradi, hujayralarni tiklaydi. Xullas, вообще бомбический krem. Teksturasi ajoyib ekan. Vau, effekti реально вообще. Kojam просто uyg'ondi. Kanalkalarni ishlatib ko'ramiz. Tonalkaga biroz injiqroqman, to'g'risi. Men bu havoga tonalka вообще zo'r ekan. Qanaqadir mягкий, yengil, juda ham. Tush qolib ketibdi. Voy, gelive ekan. Menga gelive anaqa yoqadi juda ham. Uxti tush effekti вообще zo'r ekan, qaranglar. Yuzim tayyor. Hozir endi qolgan mamlaqa ishlarni ham qilib qaytaman. Men tayyor. Qalay, makiyajim yoqdimi sizlarga? 1 dan 10 gacha baho beringlar. Makiyaj chiroyli turishi uchun yuzingiz свежий, уход qilingan bo'lishi kerak. Sien kosmetika hamma narsalari yoqdi menga. Ularda основной уходовая kosmetika. Вообще zo'r. Yuzinglar qanchalik свежий, chiroyli bo'lsa, tonalka ham shunaqa chiroyli bo'ladi. Tonalka ham ularniki menga tushdi. Qaranglar. Mana hammaga tushadigan tonalka вообще zo'r. Menga juda yoqdi. Super. Qizlar, olaman desanglar, men sizlarga akkauntlarni обязательно belgilayman. Реально, men sizlarga чистый отзыв aytayman. Hamma narsalari zo'r. Go, endi ketdik. Tush zo'r ekan-a? Tushda, wow.